Internet bu cheksiz erkinlik maydonimi. Har bir yozilgan so'z yoki ulashilgan post uchun javobgarlik borligini bilasizmi? Bugun ijtimoiy tarmoqlarda oddiy tuyulgan birgina izoh yoki video sizni qonun oldida javobgar qilib qo'yishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-modda 4-bandiga asosan milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovatni targ'ib etuvchi materiallarni internetda tarqatish maqsadida tayyorlash yoki saqlash bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobaridan 40 barobargacha jarima solishga yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoq olinishga sabab bo'ladi. Ushbu materiallarni olib borish qurollari esa musodara qilinadi. Agar bunday harakatlar takroran yoki og'irroq oqibatlarga olib kelsa, ish Jinoyat kodeksining 156-moddasi bilan baholanadi. Milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovatni qo'zg'atishga qaratilgan qasddan qilingan harakatlar, shuningdek fuqarolarning milliy, irqiy yoki etnik mansubligiga qarab ularning huquqlarini bevosita yoki bilvosita cheklash 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Agar ushbu jinoyat bir guruh shaxslar tomonidan yoki internet orqali uyushgan holda sodir etilsa, jazo 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bo'lishi mumkin.